Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana bitta mijozimizning ishlarini bitirib berdik. Ya'ni Shinarayt T30 qo'sh balonlikda tugatdik. Aka qayerdan kelgansiz? Buxoro. Buxorodan. Boshqalar kuzatdingizmi yo'qmi? Kuzatdim. Kuzatdingiz. Ishimiz qanaqa holat? O'zingiz aytsangiz mayli. Hozir biz o'zimiz gapirsak, o'zing maqtaysan deydi-da. O'z bitta mijozlarga o'z fikringizni bildirsangiz. Boshqa joylardan so'radim. Narxlar juda ham baland ekan. Keyin shu Begzod aka bilan gaplashdim. Narxi sal arzonroq ekan, yaxshi taxlar ekan. Qarang, ko'plar aytadi, arzon narsa sifatsiz narsa deydi-da. Boshda turdingiz. Bolalar ishlash qanday? Zo'r. Zo'r, mana hozir videolar ketyapti, ko'ryapti. Sifat, narx, keyin 5 yillik kafolat hammasi jamlangan. To'g'rimi? Zo'r. Tavsiya eta olasiz-a? Ha, yaxshi, zo'r. Qarang, buxoroliklar juda ham birlashgan. Like bosib o'tmasa uyat bo'ladi lekin. Yo'q, bosadi like. Buxorolik aka, yana bundan keyin to'xtab qolmasangiz kerak. Yo'q, to'xtamaymiz. Bundan keyingi mashinalarga ham boshqa joyga ketib qolish yo'q. Yo'q, shera kelamiz. Xudo xolasa aka, yaxshi kunlarga mining, chiroyli holatda ishingizni aytadi, soqqani qiling deydi-ku. Belli. To'g'rimi? Akalar o'ylanib o'tirish kerak emas. Sizga ham xuddi shunaqa sifatli furgon, ten, aynan bardoy mashinalar ideal holatda yig'ib berish kerakmi? Pastdagi raqamlarga murojaat qilsangiz, ishingizni chiroyli, sifatli, 5 yil kafolati bilan arzon narxlarda bitirib beramiz.